Mutaxassislarning aytishlaricha, bugun masalan shunday bir illat kasalliklar borki, butun dunyoni xavotirga solyapti. Bu erkak jinsida ham, ayol jinsida ham uchrayapti. Erkaklarda bu havorang kasalligi deb ta'riflanyapti. Ayollarda shunga o'xshash boshqa bir nomi bor. Uni arab tilida va rus tilida ayolning ayolga mayl qilishi, erning erkakka mayl qilishi degan kasallik. Aynan mana shu kasalliklarning yuzaga kelishiga birodarlar, jimo vaqtida xotin yoki erning tasavvurga boshqa ayol yoki boshqa erkakning olishi sabab bo'ladi demoqdilar. Bunga e'tibor qiling birodarlar. Jimo vaqtida er va ayol ham jismoniy, ham ruhoniy, ham hissiy qo'shiladilar. Shunga jimo deyiladi. Lekin shu mahalda xotin eri bilan jimo qilayotib boshqa erkakni tasavvur qilsa, bugun tasavvur qilyapti. Turk seriallaridagi chiroyli yigitlarni tasavvur qilyapti ayollar, qizlar masalan. Shuni tush ko'ribman, tushimda palonchi aktyorni ko'ribman degan gaplar ijtimoiy tarmoqqa kiring to'lib yotibdi. Rasmni o'yiradi shularni. Eri bor xotin turk serialidagi erkaklarning rasmlarini ko'tarib yuribdi masalan. Tasavvur qilsa degan nima bo'ladi go'yoki? Ana shunday holatda havorang bolalar tug'ilishiga sabab bo'ladi deyaptilar. Sababi ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lyapti. U jimo vaqti, u to'shak vaqtida 2 kishi emas, 3 kishi jimo qilayotganday bo'ladi. Ya'ni ayolning tasavvurida boshqa erkak bo'lib turganda, eri boshqa erkak bilan jimo qilayotganlik holatda bo'lib qoladi. Bu hissiyot bolalarga uradi deyapti. Xuddi shunday erkaklar ham ayol bilan jimo qilayotganini boshqa chiroyli ayolni tasavvur qilishi mumkin emas birodarlar. Bu narsa ertaga lesbiyankalik degan bir balolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Bular hammasi o'rganilyapti. Shuning uchun bu narsa har bir odam bilib qo'yishi kerak bo'lgan narsa. O'sha mahalda hatto tasavvurni, hayolni to'g'ri yo'lga yo'llash kerak birodarlar. Farzand sog'lom bo'lishi uchun.